Assalomu alaykum betakrorlarim. Demak, bugun reality showimizning 6-kuni va biz Arif Xojayevning nonushtasi uchun kokteyl tayyorlaymiz. Kokteylimiz uchun nimalar kerak bo'ladi? Kokteylimiz uchun banan kerak bo'ladi. Asal tabiiy holatda va yog'i kam bo'lgan oddiy tabiiy sut. Undan tashqari vitamin va minerallarga boy oshqovoq danagi, protein. Betakrorlarim, men oddiy uglevodga boy mevadan foydalandim. Kunning birinchi yarmida oddiy uglevodlarga boy bu mevalarning ham o'rni bo'lakcha. Endi protein haqida qisqacha. Sport bilan shug'ullanayotgan erkak vazn tashlayotganda protein iste'mol qilishi juda ham muhim. Bu oqsilning yetishmovchiligini bartaraf qiladi. Demak, kokteylimiz tayyor, yoqimli ishtaha. 6-kun uchun maxsus juda maromiga yetkazilib qaynatilgan sho'rva tayyorladim. Bu tushlik uchun ajoyib tanlov bo'ldi. Bugun 6-kun bo'lgani sabab kechki ovqatni rad etdik va o'rniga ajoyib vitamin va minerallarga boy bo'lgan detoks tayyorlashga kirishdik. Shunday qilib, bir haftalik natijani ertaga taqdim etamiz. Sizning fikringizcha, Arif Xojayevda qanday o'zgarishlar bo'ldi?